1971-yili Karachi Dorul Fununining fazilatli kishilaridan biri A'zam Hoshimiy bilan muloqot qilib qoldim. U zot marhum padari buzrukvorim Pokiston muftiyi A'zam Hazrat Muhammad Shafiy rahimahulloh sohibning huzurlariga ancha yillardan buyon kelib ketar ekan. Bu mening u zot bilan bo'lgan avvalgi muloqotim edi. Meni junbushga keltirgan narsa u zotning kitobi 1970-yili Lohurda chop etilgan Samarqand va Buxoroning qonli kechmishlari nomli asari edi. Bu bitiklar u zotning hayotda ko'rgan kechirganlari ekanini bilganimda tasavvur etib bo'lmas darajada qalbiy bir bog'liqlikni his qildim. Bu Alloh tomonidan berilgan g'ayrioddiy hol edi. Bunga o'rtamizda o'tgan bir necha muloqot ham sabab bo'ldi. Oxirgi suhbatimiz taxminan 1972-yillarga to'g'ri keladi. Yaqinda eshitib bildimki, u zotning vafot etganlariga ancha yil bo'libdi. Allohga hamdlar bo'lsin, farzandlaridan ba'zisi Karachida, ba'zisi Islomobod va Saudiya Arabistonida istiqomat qiladilar. O'zbekiston Sovet bosqinchilaridan ozod bo'lgandan buyon Sovet bosqinchiligi davrida bexabar qoldirilgan bu qonli dostonni u yerning yangi o'nib o'sib kelayotgan farzandlari xabardor bo'lsinlar deb ushbu kitob o'zbek tiliga tarjima qilinishini dildan xohlab yurar edim. Karachi Dorul Ulum universitetining iste'dodli navnihol tolibi Abu Hafs taklifimga ko'ra ushbu kitobni jon dili bilan tarjima qildi. Alloh taolo bu kitobni hamma uchun manfaatli, tarjimon uchun esa oxirat zaxirasi etib o'z dargohida maqbul etsin. Alloh yordam so'raluvchi zotdir. Muhammad Rafi Usmoniy